Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men qarindoshinglar Nabijon Alla. Bugun nimamiz bo'yicha kundalik muajiratdagi kun tartib bo'yicha 8 soni. İnşallah bugun 7 ayning 28 kuni, ya'ni 2014-yil 7 ayning 28 kuni Yakanda Ilishqi bozorida Xitoy tajovuzchilari tarafidan ilib berilgan qirg'inchilikni eslash, xotirlash, ham shu vaqtdagi shehidlarimizni yod etish qatorliq o'zimizning qo'lidan keladigan imkoniyat bo'yicha shu vaqtdagi ahvollarni, shu vaqtdagi vaziyatning qanday bo'lganligini, Xitoyning qanday shaklda qirg'inchilik ilib borganligini o'zimiz shu vatan sirtiga chiqqan, shu yerdagi ahvollarni aniq biladigan, shu shohidlarning og'zidan yoki bo'lmasa o'zi bir tekshirib tadqiq qilib olgan qarindoshlarimizning nimasidan anglaymiz, ağzından anlayımız inşallah. Şuna bilgen ben Aziz Mehmenimni ekrana teklif kılıma. Aziz Mehmenimiz inşallah İstanbul'da yaşayotgan qarindishimiz Abdulhamid efendimni ekranımızda teklif kıldık. Assalamu alaikum, hürmetli Abdulhamid efendim. Hoş geldiniz. Aleykümselam ve rahmetullah. Rahmet, bu bizden teklifimizni kabul kılıp ekranımızga vaxtınızda, kıymetli vaxtınızda çıkarıp kelganligingiz uchun alayda rahmetimni bildirme. Şuna bilan birga avval men ko'rman qarindoshlarimga sizni tunusimi, ba'zi qarindoshlarimga yana bir sizni bir tunishligim keldi. Qisqacha bu qarindishim haqida to'xtalg'im bor. Ya'ni bu Abdulhamid qarindishimiz Sharq Turkistonning Yakan noyisidan anandan keyin o'zi 17-18 yoshidan tortiblam shu vatanning o'zida tashkilot qurgan hamda Xitoy tajovuzchilariga qarshi faol harakatlarini ilib borgan qarindishimizning birisi. Şuna bilan birga 20 yil Xitoyning turmusida yotgan va azob chekkan, o'zi Xitoyning tajovuzligini, turmadagi qiyin qistoq va zulmlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan. Shundaqla Allohning rahmati bilan 2014-yildan keyin har xil yo'llar bilan sog' salomat holda Istanbulga kelib, hozir Istanbulda istiqomat qilyotdi. Shuna bilan birga yanılam chiqqandan keyinmi qo'liga qalam ilib nurg'un asarlarni yozdi, kitoblarimi nashrdan chiqdi. İnşallah oldimizdagi kunlarda mushu Yakan qirg'inchilik haqida qalamga ilayotganligini aytqildi ila og'zidan anglaymiz. İnşallah bu asarlarning maydonga patroq keng o'qirmanlar bilan ko'rishni biz arzu qilamiz. Shuna bilan birga bugungi temamiz asosligi mushu Yakan Ilishqi bozoridagi qirg'inchiligini unutmaymiz degan shaklda tema qo'ydik. Bununla bu qarindishimiz o'zi Yakanda to'lgan shu vaqtning o'zida Yakanda bo'lmagan bo'lsa-mu 2014-yili. Ammo Yakandagi o'z qarindoshlarimizning, shohidlarimizning ko'zi bilan ko'rgan qarindoshlarimizdan avvallashgan hamda nurg'un materiallarni to'plagan bo'lganligi uchun bugun bu yerda biz bilan shu so'rinda har birlari bilan bu shakldagi mazmunda o'rtoqlashmoqchi. Unda bo'lsa Abdulhamid qarindishim, siz hamda 2014-yil 7 ayning 28-kundagi shu irqiy qirg'inchilikni siz bir eslatib, shuni oldi keyin qanday voqealar bo'lgan, qanday sababdan bu voqea portilgan, bu to'g'riliq bir to'xtalib bergan bo'lsangiz rahmat. Sizga ko'p rahmat. Bu shu orqali bu shu munosabat bilan shu Yakan Aqsu Avot Turpan Pichan Xoten Xaneriq qatorliq cho'ng qatlamlar yuz berdi hamda nurg'un qatlamlar bor, bundaki cho'ng bo'lgan voqealiklar. Musha orqali buni unutilib qolmasligi ham xalqimizning xotirlanib turishi uchun sizni bu vaqt chiqarib buni xotirlaganingizga ko'p rahmat. Men bu voqeaning oldida Yakanda yuz berganligini, men Yakanlik bo'lganligim uchun dastlabda voqea yuz berganda men o Yakanda emasdim, chunki shu yo'l izlab Guangzhouga ketgan. Guangzhouga ketib bir mazgilda yo'l topolmay chiqib, qilsam shu Yakanda bir cho'ng qatlam bo'lganligini, qatlam bo'lib uzun o'tmab ekan bir yerimay bo'lgan vaqtda chiqibman men. Chiqirdi bular tashqariga chiqolmaydi Yakanliklarni o'chog'da ishga kirgizdi. Kirgandan keyin men shu yaqinlarimizdan shu vaqtga ashang berib kelganlardan anladim. Davomini İstanbul'da qarindoshlardan oldi, bu lozim ishada bor. Bu voqea Yakanninki Ilishqi bozori, ya'ni bozor yezidan cho'ng, vatan xalqimiz noyitin kichik
cho'ng bir organda. Xo'sh. Erishqo'ningmi nüfusi intayin ko'p bir yeza. Shu ham diniy aqidasi kuchli boshqalarga qaraganda kuchli aqidalik qarindoshlarimiz bor yerda. Shu yerda yuz bergan voqea ekan. Bu voqeaninki kelib chiqish sababi xuddi shu To'qsu Pichan, Aqsu, Avat, Seriq buya deki xatlarga o'xshash kelib chiqish nimasi. Xitoy dastlabda boshlaydigan nimasi nima desa, xalqimizning Hamiz Müslüman bo'lg'achqa dastlab saqal bilan hijobdan boshlagan. Bizning xalqimiz hammamizga ayon, endi hozir xalqimiz bilan chet elga chiqqandan keyin biroz turmush qiyinchiliklar bilan biroz besib qolgan bilan vatanda onasini yoki och singillarni, qizlarini tutib bir haqoratlasa, shu zaman hatto o'lim kelib chiqadigan, endi qirg'inchilik kelib chiqadi. Xitoy buni bilgachga bular bu oqshomlari qirg'inga tushgandan keyin uyan bu yoqqa ep mangan xotin bilan manganlarning ayolning hijobini ochmaymiz deb to'sib olganda. Shu voqeami shu ati rozet bo'ldi degan kunisi kechida bir yosh nimadan o'tgan Erishqo bozoridan. Bu yerda u yoshni ayollarni tekshiramiz degandan keyin anda tekshiruv ayol soqchi kelsin degan. O degan biz ayol soqchi alla ko'rmiz deb bo'lgan. O majburlab soqchini solab qo'ygan. U voqea asbatga olingan. Buni anglab ochiq kelib turgan qarindoshlarimizninki bu etin 2 kun burun bo'lgan voqea ekan. Et bo'lgan kunisi andan keyin Nur Muhammad ismli bir şu hükümetin mektubunu dinde okugan ama özümü dini bilim ügenge başka ügenge kardeşimiz ekan. Şu ailelerde Tiravani mishtasini o'qitmaydigan vatanda Xitoyda. Ailelerde o'qisa, ailelerini Tirav o'qigan boshqa odamlarni tutgandan sirt ailelerga ig'ir jazo qo'yganligini bilib, bular bir necha odam bilan shu Erishqo bilan Erishqo'ning sal nimada bir moshbuloq ambalgan bir amba bor, suv ambari. Şu ambanın orlig'ida men bir necha qitim chiqqandim. Bir cho'llik bor. Shu cho'llikda o'qitdi namozni bular. Ular cho'llikda o'qitdi, ayollar uyda yaqin urug' tuqqanlar, yaqin qo'shnilardan bo'lib, 2-3 dan 4-5 dan bo'lib, ko'p ayollar u yerda Qur'on o'qishni biladi-da. Hatto qorilar ko'p bor-da. Bular Qur'on o'qib, tinchab uyda o'tirgan. Buni Xitoyning her YouTube casuslar var, Uygurlardan çıkan, başka milletten bo'lgan. Bu casuslar orqali uqqandiki, shu Qur'on o'qiyotganligini. Shu bir uyga bostirib kiriblar, 7 ga yaqin ayolni tutgan uydan. Qanunsuz diniy bilan shug'ullanganda. Tutib, shu Erishqo bozorliq soqchixonaga olib, soqchixonaga qamagan. Qamagandan keyin bu Nur Muhammad qarinninki kendi namaz okup qaytgan erler, öykes ayollar yok. Onlardan sorsa tutup gitti sakçılar degan. Andaki bular berip sakçıxonaga ayollarimizni qo'yib turinglar buni deb uydan tutib olsa, bular qanunsuz dini bilan shug'ullandi. Shunga biz buni qo'yib bermay yuqini buyrug'i bor deb bermagan. Bermagandiki bular 5 qitib nima qilishni bilmay yenib kelib, o Nur Muhammad qaringa telefon qilgan. Shunda ayollarını tutup gitti, biz teravudun kâgiçilek başka turmayız, qandaqım degandikin. Anda bolsa bunu o asallıkça bermeydi bariber. Bermegandikin biz özümüzün kuch işletip chiqimiz deb 20-30 odamni yig'iliblar. Berib soqchixona oldiga takrar borgan. Berib ayollarni beringlar deb unmagandikin, andan ichida bir dehqonning top ittirish mashinasi var ki Xitoy Johnson deb qo'ydi, asosan dehqonlar ishlatadigan mashina. Bir dadi izida bir nechasi bor bundan. Cho'nglari bor, kichiklari bor. Cho'ng bir top ittirish mashinasini ekiblar. Yizining odatda shu men 90-yil turmoqqa ketganman. Uçalar mukammal emasdi, soqchixonaning darvozalari. Men chiqqandan keyin xuddi shu Naidik qamoqxonaning darvozasidek shunda temirda yasab darvozalarini ikki yangi cho'ng bazı bekitib tepini simto soqsa mukammal qilib tikanda odam kiramaydi deb. Bizning dehqonlarimiz aqlli bo'lgandan keyin topitish boshida ekiblar darvozani o'rib
İçine kirib, baribir o'zininki boshqa yerlarda qirg'inga uchragandek o'zining qirg'inga uchrash bilganligi uchun saqchixonadagi bir necha Xitoyni o'ltagan, Uyg'urdimi bir nechasini o'ltagan, anandagi bir saqchi qochib ketgan. Wang family Xitoy tamamlab qochib ketgan. Qochib ketgandan keyin bular hamda baribir bizni hamon qirg'in qildi Xitoy. Mishada biz qo'limizdan kirishcha bizim qarshilik qiladi deb o'ziga burunda askarlik qilgan jasuslarni shu malk o'tirgan Xitoylarni biroz o'chaganda. O'chirish bakchi nima emas, alaydi normal ahvol deb qolsa. Hadda Xitoy bushuni bana qitlam aytisi tikuvchilar bilan ham uçuqsiz aeroplanlarga ketlam. Bular kechisi bu vaqatniki kunduz taqab ketganda baribir muqobil normal qan degan kishi degan baribir biz zaman o'lib ketamiz. Men bilan birga maqsanlar ketinglar boshqa yerlarga jonini yoqayman degandim. Asosan bularning qishib ketganlar chiqib bo'lmagan, bir nechadan qishib ketgansa qolgan nima shu cho'llikda etib o'tganda. Bularning yani ondan keyin kim teshig'i chiqsa shularni afqan. Etib endi o deppagichilarning nimasi birisi 5.000, birisi 3.000, birisi 10.000 derdi. Ama ilişki bazarı 50.000'dan çok nüfusga ega bazar bo'lsa. Bir kenetdimi 4-5 mingga yaqin nüfus bor. Aşında kenetden 3 kenetni qilib tashlagan bo'ladi. 3 kenetni bazar atraf 3 kenet qilib tashlaganda bunun taxminan aytgandimi az bo'lgan, yuqori bo'lganda 15 ming, töven bo'lganda 8-10 ming odam chiqadi. Asosan erler emas, ayollarni qilib o'tgan bo'ladi shu qatorda qo'shib. Ham bu voqeani adam endi keyin yakanning shahar ichidagi qarindoshlarimizni sorsak, necha kun ishlab dedi askar mashinalari ashad jasad to'shiganligini, jasadning qon tomchi to'g'anligini yo'lni kechisi to'shib, atdigangi yuvib tozalab, mashinani qo'yganligini deb berdi keyin. Bu qatlam ibay aytdik kelib chiqish sababi. Kelib chiqish sababi asosan Xitoyning maqsadi aniqki, Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur xalqining o'ziga bo'ysunganligini xitoylashtirib, bo'ysunmaganini tugitib zaminni egallash. Bu nima bilamanda. Shundoq. Egallash yana biri odamlarni qo'rqitib qochirib o'tish boshqa yerlarga. Shundoq. Demak, şu masalan men turmadan chiqqanda boshlanib o'tgan bu ish 2009 Urumchi qatlamidan keyin chet elga hijrat nomi bilan qochishni boshladi Uyg'urlar. Chunki bu yerda tursa, bular dindarlardan boshladi, bular Xitoy zulmni keyin mayli dinni ulamo, mayli ziyoli hamini qo'ymadi asosan endi. Dastlabda bizni parchalab diniy asabiy kuch, zo'ravon terrorchi kuch, milliy bilgunchi kuch deb boshlab dastlabda milliy diniy asabiy kuchdan boshladi. Sakal hijobni bahona qildi. O'qidim dedi. Bu ilishqi voqeasidagi ilishqi masalan yakanda nurg'a yeziladi bor. Odamlar nimishqa ilishqi masalasi ilishqining aqid jihatdan boshqalar kuchli diniy o'qigan ulamo ham hijob ayollar u yerda ko'p bo'lgan shularni qo'l solgan Xitoy. Asos maqsadi shu bizni vatanni qo'llab chiqarish, hatto davomini olib hozirgi mana biz bu kitobda yozyapmiz bu ahvollarni. Maqsadi biri bizni yurtni qo'llab chiqarish, yana bizni dunyoning ko'zli jinoyatchiga aylantirib, o'zining qirg'inchiligini qonunlashtirish. Demak, bu maqsadga bir mezgil yetdi Xitoy. Shuning bahonasidan nurg'un bizni vatanda bo'lsin, chet el bo'lsin qilib turgan Xitoy. Bu her biraz siyasi en oçuk boğan Uygur'un hemmesi ayan bu işler. Hatta onun devamı hazırın devamlaşmadı da gayen insanların kolar kılıp bu temiğe azı çıkıp oturmayımız hatta. Maksidi tüp inik ki vatandaki Uygurlarını korkutup ya ki pulgu kızıktırıp mesela nurgu Uygurlar çıkıp gidip gitti. Çetel çıkışını bizde. Şu Ninşağa Gavcu'nun başı yerlerine köçep hatta hazırca yaşavatkalı bak yaşadı. Demişler ise hayatın bir Uygur'unu koğlavatsa onu 10 Xitay'na ekildi. Şunaq. Yakanning zemini hem Uygurlar ayan Sharqiy Turkiston bo'yicha eng cho'ng doya.
Nüfuslu Xitay azı 2 milyon ekan depti, ama az bolganda 6-7 milyon nüfus çıkıdı verdi şu. Kazımın 27 yezisi bardı, keyin 30 milyon köpayttık, yezlarni bölüp Xitay. Maksat aşı zemin egilerini qo'llab chiqarish orqali ko'lidni ish qilgan Xitoyga yozirlash. Shunaqa. Xitoylarga bo'lgan ayadagi tahdidni yo'qlash. Aslida tahdid kimdan keldi desa, biri milliy engi o'yg'oq bo'lgan ziyolilardan kelsa, yana biri haqiqiy Xitoyni Allohning dushmani deb to'lagan musulmonlarning keldiganligini bildirsa. Shunaqa. Normalda setilib ketganlardan bir asar etmedi bular. Ama Xitoyni Allohning dushmani, dunyodagi bo'jidimlik kafir deb tushundigan diniy qarindoshlarimizni yo'qotib tashladi. Amaliyotda shunday qildi Xitoy endi. Biz hijrat degan nom bilan vatandan quvlab chiqadi endi. Bu qirg'inchilikmi xuddi shu Turpan Pichan, Aqsu Avat, Xotan Xonirik, Yakin Erishqo, Maralbaşı Siriq Buya. Hamda çoğun katlarında bu durulçuk ölgen adam sani tavuklarda köp bolgan. Şunday. Muşularni bu keynidin boldu. Mesela bularning hepsinin arlığı şu 2013'ten başlap. Şunday. 2013-2014'te bolgan adamning aşkar etildiği adam az bolganda 50 mingdan 60 mingga chiqdi. Yani yoshlatqalar jiqqa Xitoyning. Aşkar bastırıp atqan, aslında meydanlarda etib etken, hüküm qilmaylan qilib etken. Hatta ma Erishqo'dagi vaqa boshqalarni farqli qilib, Erishqo'ga shu vaqani bestirishdan chiqqan Uyg'ur kadrlar qarab, endi uni Uyg'ur bo'lgandan qindi. Xitoyni oshkor nohaqlik vaqa bilgandan jim turib olganda kadrlar. Ularning Xitoyning bergan buyrug'ini tiz ijro qilmay sukut qilib turib olganligi uchun Ashiyada Tuğan saqçı hem hükümet kadar nesli itibetken şu katada. Min anladık ama şu bu Xitay'daki nemiste hem de bu ayrım bir düşündürülmez şu Xitay'dan Türkistan'la igelleşti ki vahşiyanın vasıtının birisi bu şu anda. Şuna. Hem de bu zilnan diğerlerine ait doğru asaslı Xitay mı şu dini kesimdeki, dini sahadaki qarindoshlarimizni en avval düşman deb belgilab, meyli Yakende olsun, meyli Şarkı Türkistan'ın başka yerlerde olsun, asaslık şu dini kesimdekini birinci derecelik düşman deb nam qo'yib, anandikin başka sahadaki Uyg'urlarni şu kesimge öç qilib, anandikin bir şekilde ularni yo'qotib etdi. Anandikin ikincisi baylag'i kelgan bo'ldi, üçüncüsü ziyoliligi kelgan bo'ldi, to'rtinchisi ikki yuzlimchi deb Uyghur kadrlığı kelgan bo'ldi degandekda. Muşta to'rt kategoriyaga bilib qirg'inimiz. Endi Erishqo voqeasiniki, men ekranimdan keyindiki mushu bola orqali anladik biz hamda shu vaqtdan o'zida shu 2014-yillarni tez biz Facebook'da qilgan ishlaydigan vaqtlarimiz shu vaqtning o'zida mushu bola Ürümçide turib, mushu Yakende Erishqoda qirg'inchilik bo'ldi. 5000 ga yaqin Uyg'urni o'lganini anglayapmiz. Vatan sirtlikli xabar olib qolsin deb mushu bola uchurin chiqargandan keyin keyin vatan sirtlikli xabar topgan bo'ldi. Mayli Erkin Asiya radiosundan Şöhret Oşur efendim xabar ishlashi olsun va yoki boshqa shaklda nim qilish olsun. Eng avval mushu boladan bergan uchur bilan hammamiz xabar topgan bo'ldik. Naitdi vatan sirtidimi shu vaqtning o'zida naitdi jiddiy shaklda mushu Facebook'da mayli muhacirat Uyg'urlar orasida naitdi muhim temalarning birisi bo'lgan keyin ba'zi sharoiti bor davlatlardagi qarindoshlarimiz darhol namoyish tashkillab Xitoy elchixonalari va boshqa har xil shaklda namoyishlarni uyushtirib Xitoyning bu shakldagi qirg'inchiligini dunyoga bir shaklda axborot vositasi orqali oshkorlashga tirishgan endi. Demak, o'sha oqimizdagi Abo Bakri degan inimiz o'zining shu hayoti xavfiga qaramay shu uchurni berganligi uchun Mişelemde bu balının hayatının qanday bo'lganligini bilmaymiz. Mana 8 yil bo'ldi. Bu bal hayotmi, Xitoyda yeb bo'ldimi bu balani endi biz bilmaymiz. Hem Cenab-ı Allah o'zi saqlasin. Naiti Baturlu ro'yga naiti aprini o'qiyman men shaxsan. Boshqa qarindoshlarimiz shu bugungi Facebook'dami kun tartib kelayotgan
Muşu yakan erkek qirg'inchiligininki kun tarafidan mush inimiz va yoki shu vaqtdagi shu yerda Xitoy tarafidan shehid qilingan qarindoshlarimizning shehidlik darajasiga qilinayotgan duolar bo'lsin. Mayli shu vaqtdagi qarindoshlarimizning shakldagi harakat faoliyatlar bo'lsin. Nayti bir şekilde kun tartib kelyapti. Demak, mush inimizning vasilasidan biz xabar topgan bo'ldik. Shu vaqtning o'zida ham siz deb o'tib kelgan o'xshash Ilishqub bozoridagi har bir uyga Xitoy bosirib kirib, o'sha yerda terrorchilarni yo'qitamiz degan bano bilan shu o'yildagi shu bir Jeneva mana bir kuchi odamning hammani Uyg'urni qirg'in qilganligi, hatto siz deganingizdek ayollarni bo'sh qo'ymay qirg'in qilganligi ma'lum. Sizning deganingizdek shu o'yliqi qirg'in qilib aytgan adam jihog'achqa neçkiçe maşında cesetlerine tuşğanlığı, onun bo'lgan şahitlerini aynen sizin anladığınızdek biz mi şu vaxtın özü şunda anlagandık. Demek 50 bin tahminen 50 bin nüfusu var dediniz. Bunun da o biz bilginimizdeki 5 bin kadar insanı 5 bin diyen mi biz için yaman çıksan hem de o 5 bin adam diyen bu pek çıksan bu hem de. Ama Xitayning bu küsünü jumup duruplar bunçilik nimege bu bana sebeplerle bir şekilde kursat kütüp bunda qirg'in qilib aytganligi aniq. Demak, mushunda ahvollarga nisbatan hamda bizning hamda o'ylaydiganimiz hamda sizning keyin shu vaqtning o'zida shu yerdagi xalqimizning buningga bo'lgan tepkisi yoki bo'lmasa bir ikki yildan keyin yoki bo'lmasa uning bo'lgan nimasi qandaq bir shaklda ifodalangan. Ya'ni shu vaqtlarning o'zida shu vaqtdagi Xitoylik bir yez bilan bir yezni nayti qamalga tutdi-ku, bir yezni gapni bir yezga tushish va harakatlarni qilish uchurni bermaslik shaklda. Hatta bir qo'shnimizni aytavasimi biz anglayolmagan darajada ish qilyapti hamda Xitoy. Demak, mushundan keyin oshkorlangan ba'zi bir qandaq xalqning tepkisi, buning bo'lgan noroziligi, ham sizning degan Uyg'ur kadrini o'qitib aytayotganligi o'shada. Voy atmanglar, biz sizning adaminglar deb to'zimi. Demak, mushaq shakldagi ahvolga nisbatan xalqning keyingi mandaq bir, masalan, siz dedingiz İstanbulga chiqqan şu vaqtdagi ba'zi bir shohidlar bilan ko'rishganligingizni ularning tasavvurida endi qanday shaklda bir xalqning nimisidagi şu vaqtdagi o'y fikrlarini qanday tasvirlagan shuni bir anglab baqsaq demoqchi. Bu qirg'inchilik voqeasi bo'lgandan keyin qirg'in odamning sonini taxminan 10 ming atrofida deb ifodalaydi endi. Xo'sh. Am bularning qilib qolgan urug' tuqqanlari dastlabda shularga qarshilik qildi deb o'ylagan Xitoy. Urug' tuqqanlari ichidagi biroz ruhliq jangovarlarni tutgan bir tarafdan. Ondan keyin yizga manda bir faoliyatlarni shu bozorga pardaqisini tepish, qapqat echish, yıldız kolaş degan 3 shior bilan Naylik partikomning o'rlashtirishi bilan nurg'un boshqa hatto Urumchidan kelganlar bu xizmatga nurg'un Uyg'urlar xizmat tushgan. Bu xizmat tushgan guruhga 3 bo'lakka bo'linganda, birisi saqchilarga moslashib uchini egallab shu voqeada aman qolganlarni tutish. Ikkinchisi Naylik yordam berish organlari var mesela ayılmışça. Şu organның moslashib her ölgen ölek jiq bo'lgan ailelerge 10 mingdan az bo'lganlarga 5-6 ming Xitoy pul taqatgan. Bu orqali bu ahvollar hozir bizning xalqimizni hozir shunday qilib qildirdi ba'zi nimalarni. Shu usulda Xitoy shuning foydasini barni vaqasi ko'rganda bular Xitoycha. Xitoy shuni ko'rgachga endi har qanday vatanda qirg'inchilik bo'lsa tuqqunni o'ldirib bolasini boqqanda pul olib ishni qilganda Xitoy. Shuni sanab bu oilalarga 10 mingdan 5 mingdan pul taqatgandan keyin biri pul taqatib yavaşlarning ko'nglini olsa pulga aldanmaganlarni endi yıldız kolaş pardasini tepish degan nimada banada ularni tepib bitirib tutgan. Ondan xalqimiz gayalarni oshkorlab qo'ygan o'zi Saljangar voqea bersin. Gayallar malisdagi turamay qochganligi unidan bilib tutgan. Aslında aklı az bo'lganda 2-3 ming odamni yakandagi hasbirda bir 4 darvoza 4 cho'nglik quradigan cho'ng bir harbiy gazarma bor. Asosan yakanning dal markaziga joylashgan bo'lgancha hech qanday nima o'tirib kesib o'tolmaydi.
şəhərin qap otağı joylashgan 4 yo'lga həmiş darvozası var. Şunun içinde bir lager kurup şuraya qamagan derdi. Yerlik saksılarını koymadan onun işi başka yerde ekegende de paraylık adamlarını. O şekilde kirgençi adamlar yok onun içinde. Keyin tahminlerini sağlaganda 2-3 milyon artık adam şunun için yok olup ketken. Şu an özü yok attı mı ya başka bir yok attı mı yok. Bu kişiler kim o dese bu kişiler şu tukkaları öldürülgen, katlam kılgan kırındaşların yakınları. Ya ki oğlu, ya ki akinisi degendek. Bu arkalık bir taraftan yavaş milli eni aciz olan kişilerini pulla alırsa yani bir taraftan kim bizden kısas alırdı, öç alırdı degen kişilerini tutup ekilip kamap bana yok atkan. Şunun olan bunun karşı bir hareket kayıtta yüz verme biz kıkette bakalım. Asla ve yekende başka her yerde Xitay'ın tukasılı bu. Kendinin yeni bir işinin çoğuyup çıkmaslığı onun umum Şarkı Türkistan'da takılması için şu katlam kılan ailelerine pul verip anındaki onun içindeki cengivar ruhka iyiga kısas iliş iyi adamdan tutup yok tutmak ve biz dururken. Yani bizim Türkiye'de bir gap varken meni çakmağıyla menilasın yapacak. Halkımız ne şu anga keltiriyotgan xuddi singanning onu yadab baqatasi yo'q bizdan. Xo'sh. Beqindagi qo'shnisini qiynab o'ltirsa, ma qo'shnining kar olmagan. Burun bat unda işte 90-yillarning shu 2012 2013 kishilik hatto 2015 davom qilgan bo'lishlar. Keyin shu Urumchi qatlabidan keyin Xitoy bu millatni pochilab yo'qotishni o'ylab chiqib o'ziga qarshi turganlarni qattiq qilish, azoq sukut qilganlarga pul verib aldatmamış. Bir taraftan aslında orqalab keyinki tahdidlab qaraganlarni yo'qotish. Bu orqali qilib kelgan bu yangi ish emas aslida. Ammo xalqimiz har kim o'zining beshig'i kelmagan buni tuyib yetmadi. Nurg'un turmada biz 20 jarayonida ko'p siyosiy qarindoshlarimizning xalqimizning mushijoatda nima qilganligini uchun xalq biz bir turkum odam chiqqan bilan o 35 milyon 40 milyon yakın Türkistan'da 1 milyon yakın adam oğlum ders kopmuş boşluk kalıp bulmaydı kaldığını. Onun üstüne turmak bir soruyorsa hiç kiminin karı yok. Uruk kılını başkalarına için. Bunda bir halet ki milletinin kurtuluşunun kıymet geldiğini şu an dep ötken ola. Biz çıkan dikim var. İnsanın kalbine Allah bir otunu sap koysa asa ölçmeydiken o. Küçükte şu vatta milletin Allah Teala şu ne sıkıntı kendi. Bazı çıksak, bu bir adam da o yani siz mi bu şu davadaki bir kişi bizim şunda eğer dava kalla puluşçuyan ya ki versiyon kalsa hakiki davagarlar 20 yıl vazgeçedi. Çünkü o kalan davanın şartını başkalarının kalan yardımının tulukat bağlı olmadı. Yani kalbiden kızıkmasa. Demek halkımız aşağıda, yani köp halkımızda vatanperverlik eni yok. Bunda bu sebep ne olursa biri bizdeki Ahmetcan Qasım davridan keyin qilib shulardan inqilobi qilib qolgan Turkistonda o'zgartib Xitoyda unda aslida emas bizning milliy armiyamizniki qo'mondan ziyolilarni o'ltirayotgandan sirt yurtlardagi din orqali haqiqiy payg'ambarga vasita qilib Xitoyni kofir deb qarshi turgan dindor ulamo olimlarimizni qilib turtayotgachga hayot qolganlari qağa insanlarga nisbatan va bu degan kuchli tankagil olmaydi. Agar bular qarshilik qilganlar o'z ziyondadir degan bo'ydan bilan bizni shu holga keldik asosan. Shunaqa. Hozir men chet elda siz ko'rasiz ana. Chet elda oz bo'lganda O'rta Osiyo o'viga qatqanda 5 million Uyg'ur ekanmiz biz. Ammo biror namoyish, biror faoliyat o'qib qolsa, chiqqan odam 10 mingga yetmaydi. Bunda bir millat ki ölük kazanmak imtihan qiyin çoğumda. Ama kazanmayı desek Rusya'daki nurgun devletler parçalanıp ölük erişti. Ama bir özü tirişip kantar tökep erişken ölük başka. O koduma Türkiye'de uzun yıl devam kıldı da işte çok. Ama Tosat başka yerden halkına yardımı kep kalgan nesinin xuddi bayının balısı pulunu buzup çaşkandek asallı kep kalgan ölükünün kadrige şu millet yetmedi. Bizge inşallah öldük yılda bir şeyimiz çünkü halkımız Müslüman halk dua kılvatıdı, Allah'ın tilavatı
hem zalimning jazolanishi Allah'ın qonunimizda ham dunyo qonunida aniq tartib bo'lib kelgan ish. İnşallah Xitoy yaqin kelganda cho'qim halok bo'ladi. Ammo bizda vatanni asoratini qutqizish, qutulgan vatanni qo'g'dab qilish endi bo'lmaydi ekan. Ya'ni shu vaqtda yana bir ishimizni boshqa yerdan chiqqan bir zolimni biz tortib olgan yaqin 4 kun tortib oladi-ku. Xalqimiz bo'lsa bu chet eldagi vatanda unda nima yo'q. Chet eldagi xalqimiz bo'lsa bu shunday voqealarni xotirlash orqali, undan keyin bizning ishimizdan chiqqan qahramonlarni bolalarga ulgu qilish orqali vatan millat sevgisini, din sevgisini birlashtirish kerak. Hozir bu bir narsa mavjudki hamda siz Yevropada balkim Yevropada bo'lsin, Turkiyaga kelib tursiz, ammo bo'lsin mumkin. Hozir din bilan vatan millatni qarshilashtirgan kuchlar xili bor. O'tirib chiqmaydi u. Ammo qayan sorunlarda deydi bu. Dindan ayrılıp vatan millatni siz ma'mayimizda. Bir yerde hech kim dindan ayrılıp vatan millat dediğin hech kim unda şart qo'yib bo'lmaydi hech kimga. Afg'onda dindan vatanni qo'lab yuradi insonlar. Bu Xitoyning boshqa bir qo'li bo'yicha shu orqali yana xalqni din ig'izda so'zlasa xalq anlamaydi, o'zlarini so'zlasa dinga bog'lab turib vatan millatni voz kechish. Shu usul xil ig'ir İstanbulda. Bo'lmasa manda nima qolgan millat emas biz. Bu chaqqa Xitoy o'shaldigan nurg'un odamlarimiz chiqadi bizningcha. İnşallah bu yaqin kelgusida amal chiqib qolar. Ham sizning bugungidek bu faoliyat orqali ham boshqa qandoshlarimizni shunda o'tgan voqealarni xotirlash orqali xalqimizning jangovar ro'yini aslatib, yoshlarni tarbiyalasa inshaalloh uyg'undigan odamlar chiqadi. Hammasi buda ketmaydi Alloh xolsa. Bir nima chiqadi. Ham sizmi shu umidni qilyapsiz buni? Agar unda olmasa bu so'rashib o'tolmaysiz. Men bu voqealarni yozayapman hozir. Yozayotgan voqea kitobning ismi Hijrat va uning orqa sahnasi deb yozdim. Chunki bu hijratni hozirgachilik bizni ashyadan aldab, ichqib, birdagi sappaga insonlar bu Alloh bergan yo'l deb da'vatadi. Hozirgachilik-ku. To'g'ri, Alloh berdi, agar bo'lmasa biz qilib Xitoy. Ammo Xitoy bir yana ichib qo'yib turib, bir yana qilib chiqaryapti bizni. Bunus Allah'ın peygamber bo'lgan zot Mekke'den ayrılganda dedi, Mekke men senden ayrılmaydım. Mening qavmim qo'lab chiqarmagan bo'lsa dedi. Bizning vatandan chiqayotganimiz yo'q. Chet elda endi to'g'ri biz turayotgan İstanbul, siz turayotgan Yevropaning rohati vatandan qilishmaydi, yuqori turdi. Ammo vatan millat sevgisi odamni o jangal bo'lsa-mu, uni voz kechtirmaydi ekan. Biz zo'rlab bitirib, majburlab. Ya'ni bu tarafni ishimizdagi shunday aqidasi sağlam bo'lmagan, irodasi mustahkam bo'lmagan ba'zi insonlarning qo'l orqali chegaraga chiqib, Xitoyga bizni jinoyat qilib ko'rsatdi. Xitoy shu banada nurg'un qirg'izlarga aytdi. Hozir ba'zi ishlar davomlashadi. Demisam sizga ayon ishlar. U yerda uni deb o'tirishdan demisam, ya'ni biz masalan bu qilman bakrak yozdim, lekin yozish bilan deyish bilan gash hal olmaydi ekanda. Bu amaliy harakat qilgan kuch bo'lmasa. Shunaqa. Hamda bir narsani to'g'ri bir nima she'rildingiz, bir xalqni, ya'ni tarbiyalanmagan xalqni yetakligida olmaydi-ku. Shunaqa. Men bu gapni yomon jiq dedim. Nimishqa deganda, xuddi sizga o'xshash bir tajribam bo'lganligi uchun dedim-ku. Mayli bizim vatanimizda 33 yil yashadik. Ben 33 yaşımda yenip chiqdim. Mana bir yil menga 14 yil ulab qoldi. Demak, vatanning orlig'imizga. Demak, nima deganda, mayli vatandagi olsun, hayatımız olsun, şu vaqtdagi vatandagi muhitimiz olsun, mayli şu vaqtdagi vatandagi ishlar aralashishimiz olsun. Vatandan sirtiga chiqqandan keyinki bu macerada yashash jarayonida mayli tashkilotchilik olsun, mayli şu maceratdagi dünyanın her qaysi yerdagi qarindoshlarimizni qilayotgan faoliyatlar olsun, bunu aralashish, kuzatish, yani xalqimizning ahvoliga sinchilab qarash, bu şekilde algan tecrübemiz nima bo'ldi desangiz, abim siz degandek 5 milyon bor deyli muajiratda, mayli 10 milyon bor deyli yoki 5 milyon bor deyli. Ammo bu xalqninki umumyuzlik o'lchiga vaqtimizda xalqimiz tarbiyalanmagan bo'lg'achqa yetakligida olmaydi, tarbiyalanmagan xalqni. Agar tarbiyalangan bo'lsa bir sistemida. Masalan biz islom dinida tarbiyalandik, shunaqa deyman.
Nima deganda ata-onamiz hech bo'lmaganda bizga uyda ta'lim berdi. Tushunammi ya? Allohning borlig'ini o'rgatdi, namoz o'qishni o'rgatdi, Allohga qanday ibodat qilish, qanday qulchilik qilishni o'rgatdi. Payg'ambarimizni qanday suyishni va uning ish izlaridan qanday mengishni o'rgatdi. Bizni o'rgatdi, tarbiyaladi-da. Tarbiyalagan ekan biz bu islom dinini tushunib, bu yo'lda mang'aladik. Shunga o'xshagan shaklda biz shu islom diniga mujassamlangan hayotimizni mushu siyosiy hozirgi hayotimizga tatbiqlagan bo'lsak, bizni tajovuzchi besib oldi. Bunga qarshi qanday harakat qilishimiz kerak? Biz qanday tayyorlik qilishimiz kerak? Buning ustida g'olib qilishimiz kerak? Yoki bo'lmasa buning hujumidan, ziyonkashligidan qanday saqlanishimiz kerak? Degandek nuqtalarda biz tarbiyalanmagan bo'lg'achqa, o'zimizning hissiyot, o'zimizning tushunchamiz bilan ma'lumotchi bu yo'lga. Bu yo'lga o'g'ri kiribmi tarbiyalab olib qochdi bizning yoqqa, qaroqchimi olib qochdi yoqqa, Xitoymi u yoqqa ziyonkashlik qildi bizga. Demak, bizning tarbiyalanmagan bo'lg'achqa bizni qayerga tatsa shu yoqqa ketdik. Bilmadik-da biz. Shunga biz ziyonlarni har degidek tortyapmiz. Demakchi o'g'lim, bu gapimni chatnab ketmaslik uchun bir yerda to'xtataman. Demakchi o'g'limiz, xalq agar tarbiyalanmasa, ya'ni 100 yildan keyin, ya'ni 200 yildan keyin halimiz shunday qiladi. Tarbiyalanish uchun qanday qilish kerak degan islom dinida biz oilamizdan boshlab qanday tarbiyalangan bo'lsak, siyosiy jihatdan biz shunday tarbiyalanishimiz kerak. Bizning bu iqrorlarni qilishimiz, qandaqdir bizning maddaligimiz, gap qilish chiqib ketib, yoki bo'lmasa bir ichimiz pushib ketib, gap qilgandan topolmay qilayotgan ish emas mava. Bu faqat bugünkidek ahamiyatli bir kunda, bugünkidek bir qirg'inchilik uchragan mushugini xotirlaymiz. Xalqimiz mush ekran orqali mana har birlaridek mushu kasbni shu vaqtga shohid bo'lgan va yoki mushu siyosiy hayoti egir to'qaylikdan o'tgan bir muncha Xitoyning zulmini boshdan kechirgan shohidlarimiz orqali bu narsalarni mushu bilmagan, mushuni tushunmagan xalqimizni bir tarbiyalashga vosita bo'lamiki degan shaklda chiqamiz uchun program. Bo'lmasa sizning vaqtingizni kech bo'lib ketdi. Menmo hozir erib ichib kelgan vaqtida bu masalalar bizga ortiqcha endi hisobda, ishimizga nisbatan ortiqcha. Ammo buni qilmasak olmaydi deb o'ylayman. Qilmasak olmaydi. Buni har birimiz o'zimizga tushgan vazifani men nima ish qila olaman? Abdulhamid Qarindishimning Alloh taolo bergan bir ortiqchiligi bor-ku. O odamning ortiqchiligi mening bilishimcha qalam tuta oladi, fikr qila oladi, tafakkur qila oladi. Shundaymi ya? Demak, mushu ortiqchiligini biz biladigan, ortiqchilikni joriy qildirgan bir nimasi bo'lishi kerak. Qobiliyati bo'lishi kerak. Alloh bergan bu talantni. Mening uchun ekranga chiqa oladigan, gap qila oladigan va yoki bo'lmasa bir programma tashkillaydigan iqtidorim bo'lgan bo'lsa, men buni ishlatishim kerak. To'g'ri yo'lda, to'g'ri shaklda ishlatishimiz kerak. İşletgan vaqtimizda Janob Alloh buning vasitasi bilan bizga ba'zi bir nusratlarni ato qilishi mumkin. Uning uchun demak deymanki, Janob Alloh har bir bandasini yaratgan ekan, uning cho'qim bir ortiqchilikni beraylikchi. Ba'zi insonlar o'zining nima ortiqchilik borligini bilmaylik. Shunday. Buni bilinmaslikning o'zi eng cho'ng ziyankorlik deyman men. O'ziga bo'lgan ziyankorlik. Allohning bergan ne'matini bilmaslikchi u. Shuning uchun har bir inson o'ziga bergan, Alloh taolo bergan shu qobiliyatni joriy qildirgan, shuni ijro qiladigan bir o'zini sharoit hozirlay olsa, Janob Alloh shu sharoitni beraylik u insonga, ammo o'zi bilmay shu sharoitni yoki o'z qobiliyatini qilolmasa, u isrof qilgan bo'ladi, shu. Xiyonat qilgan bo'ladi desa Janob Alloh. Uning uchun biz deymizki, endi mushundaq shakllardagi mayli xalqimizni mush shaklda tarbiyalash olsun, yoki bo'lmasa mushunda mushu nurg'un shehidlarimiz va mush yakan qirg'inchilik, nurg'un qarindoshlarimiz shehid va bu yerda bitta uy kirib qirg'inchilik qildi, hatto uchuqsiz aeroplan ishlatdi. Xitoy o'sha o'zining har xil qurollarini ishlatadigan bir sinoq maydoni qildi Ilishqi bozorida. Demak, mushundaq shaklda qirg'inchilik qilindi. Bu qirg'inchilikni biz qanday shaklda buni anlatish va buni boshqalarga tushuntirish va xalqaro Xitoyga bir shaklda cho'ng nuqtadan besmaklaymiz, kichik nuqtada o'zimizni qanday tarbiyalaymiz. Bundan biz qanday saboq olamiz? Abam siz bir gapingizni beshi dedingiz, Xitoy bizni har xil turkum sistemaga bilib turib, diniy, boshqa diniy sohadagi ikkinchisi boylarga, uchinchisi ziyolilarga, to'rtinchisi Uyg'ur kadrlarga shaklda buzg'unchilik qiladi. Ana hozirgacha, mana 2017dan keyin bu qirg'inchilik abam siz o'tgan nurg'un qirg'inchilikni to'plamchi deganda umum millatga olib keldi. Bu rayon qarab Yakanda, Qashqarda, Aqsuda, Xo'tanda qilgan bo'lsa, hozir 2017dan keyin butun Sharq Turkistonning hamma yez qishloqlarida hech narsa qolmadi. Hatto Sanoat shahrida
Voy bizni işlem qilmaydi. Biz Xitoyning siyosatidan foydalanyapmiz degan bizdek shimoldagi qarmaylim bekakam. Qarmaydim hech qanday odamni saq qo'ymadi. Mayli diniy kesimdagi bo'lsin, mayli qanday kesimdagi bo'lsin, hech qanday odam Sharq Turkistondagi men Uyg'ur degan hech kimni saq qo'ymadi Xitoy. Demak, abam sizning degan gapingizdek Xitoy bizni dushman deb qaraylik. Bizni dushman deb bekitib ilik. Bizni yo'q qilib deb qirg'in qilaylik-ku. Shunday. Buni bilishimiz kerak. Bizning dushmanimiz Xitoy ekanligini nihoyat yaxshi tushunishimiz kerak. Dushmanimizni tushunganda, anandiki uningga nisbatan nima qila olamiz? Qarshilik yo'llarini topa olamiz. Shunday, hakikaten Xitoyni tunib bilish tuvanchi bizda hozir. Hali hamma tuvan bo'ladi, hali. Albatta, bor. Xo'sh. Bu ilishqu qirg'inchiligidan keyin yana shu ilishqu qo'shni bo'lgan kam Do'ngvoq deymiz. Do'ngvoqda bir to'yda qirg'inchilik bo'libdi, u yerda o'lgan odam 100 dan oshdi ekan. U qanchalik vaqtdan keyin bo'lgan shu? 2 oy keyin. Do'ngvoqning qirg'inchilik kelib chiqish voqeasi asli qo'sh eriliq bir yigit bilan Do'ngvoq izlab bir qiz to'y qilmoqchi bo'lgan ota-onasiniki qo'shilishi bilan. Yigitning 3-kuni to'y qilamiz deb tug'an mezgilda bu ilishqu qirg'inchiligiga chiqib, ular to'yni qilolmagan. Qilolmagandan keyin ilishqu qirg'inchiligiga chiqib, voqeani bistirib Xitoy andan saqtay nim qilib, voy xotirjam bo'linglar, hukumat sizlarga nim qilmaydi, harakat qarshilik qilmaganlarga kar yo'q deb aldab haqni-chu. Asta-asta yana qo'shnilarga chiqib, yavaşlab pulibda chiqargandan keyin bu 2 yoshning ota-onasimi hamda jamiyat tinchig'anchig'i deb to'yni qilib o'tayli deb bu Do'ngvoqlik qizning uyiga 2 oydan keyin shu yerga kunduzi borganda ular qo'shilish orqali to'y kunini bekitib borgan kunisi ham Do'ngvoq deganimiz ilishqu bilan ilishqu bozori bilan Xandiy bozorining orlig'i, Xandiydan bo'linib chiqqan yeza. O yakan Noy bozoriga qaraganda Makka yaqin. O er tarafdan 3 yosh to'yga kirib narsa olib chiqamiz deb o'sha Makka bozoriga mangan. Makka Noy bozoriga. Yo'lda manganda yaqinmagan Xitoy saqchilari o Makkadan yenib chiqishda bu 3 yoshni to'sib olgan. Kimligini chiqaringlar deb. İşide birisinin kimligi uyda qolganmi yoki chiqmagan boshqa bun endi yo'q. Unda bo'lgandan keyin bu qilib qolsin sizlar keting degandan keyin ishidagi 3 yoshli birisi bunga men kepel mening kimligim bor, bu mening tuqqanim yanında ya qo'shnim bilas deb degandan keyin saqchi Antoni dekanda ayda kepel o'g'uchidan. Shuni bilan saqchi uningga qo'shib berib o'tgan ani. Biqindagi saqchi u yerda ishlaydiganlar bir necha bo'ldi ya. Bu buni qo'yasang bo'lmaydi deb qilib qolgan ketgan ikkisi, uchi. Ketib bir soat o'tmayla o to'y bo'lgan uyga bir mashina saqchi yana ishga mashina askar kelgan. Kelib 3 yoshni chaqirib kimligi yo'q bilan kimligi yo'q odamga kepil bo'lgan yoshni bularni etmangimiz saqchixonaga degandan keyin to'yga kelgan to'yning mas'ullari bo'lgan kishilar bugun bizning to'yimiz bo'lsa bu to'yni buzmasanglar buni hammamiz tanıymiz bu odamni biz kepil desa unimay saqchilar ishidagi gayalar vaqirgan kelgan Xitoy bo'lgandan keyin askarlar ya bular saqchilar urushyapti debla erqi ikki odam naqay etib tashlagan kimligi yo'q bilan kimligi kepil bo'lgan odamni aytib o'tgandan keyin bu to'y nimaga aylanib musibat nimaga qatlamga bu odamlar hammasi yig'lab betarafda uni tuqqanlari nimashga aytadi bekadni xalqimizda tug'an paytda ana lekin bizga qarshilik qildi degan bana bilan o to'y qilgan qiz yigitni tortib qo'shib o'lgan odamning shu to'yga kelgan odamning o'zining jiq odamni aytib o'tgan. Chunki bu vaqalikmi Xitoy o ilishqu vaqasidan bir necha kun keyin butun internetni kesib tashlagan. Shunaqa. Buni yakanda tug'an yoki yakanda chatal tuqqanlar emas bildi uni. Aloqa qilmay, aloqa qilgan qanday qilsa yoki
yakanning qo'shnisi olgan nimaga chiqadi postkamga yoki makka chiqadi yo qog'liqqa boradi yo qashqa tarafga kelib andan keyin internet so'zlashadi yakanning tabasida internet yo'q bunda bo'lgandan keyin yakan tabasidagi mana vaqalikda ibadasiz aytgandek jiq adamni xabarsiz qolganligi aniq shu bola nima qilgan yana biri shu vaqani ko'rgan keyin chet el chiqqanlar so'zlab bergan vaqa bo'lmasa bu vaqa yopilib ketib qoldi shu vaqtda Dongvaga isimdagi ish shuni olalım. Artıq ilişkinin vaqası to'liq chiqmay turib, ayri qatlam bo'ldi. Bu qatlamdagi bo'lgan vaqami bir to'y masalasidan kelib chiqqan narsada. Aslida Xitoyning maqsadi bir amal qilib Uyg'urning achchig'ini keltirish. Yo'q. Achchig'ini keltirish orqali andan keyin bizning xalqimiz biri g'ururliq, biri dindor bo'lgandan keyin g'ururga tegadigan, din dafsanda bo'lgan ishni qilsa tez achchig'i keladi xalqimizning. Mush yerdan tutib boshlab bizni qilib keldi. Buni men turmadi vaqtida Terbiler deb bir jurnal chiqargan. Terbiler degan jurnalga Xitoyning yozuvchisi bir narsa yozgan tarjima qilgan Uyg'urchaga. Biz endi turmada o'chaqda uni cheklamaydi uni. Terbilerdagi maqolalarni o'qiydik. Shu maqolda Xitoy deydi. İsrailiya deydi. Falastinni asasen Hamas'ın tilgaptı hamda. Hamas'ı yoktu etmeydi, güçlendirmeydi. Bu arkalık Palestin'in kırıştığın bir bağınız kıldı o deyip çok. Bunların kıldı o deyip dese, sen biz kalsa Palestin'in dini ya ki milli tarafından bizim kıldı İsrail'e. Andiken Hamas karşılık kıldı, yerli karşılık kıldı. Şimdi bana da kırıp mesela bir adamı İsrail'den ölgen olsa 100'den Palestin'den öldürüldü. Bu arkalık Palestin'in asasında kırıp kontrol kılmakçı eder. Del Xitay onu bizden Türkistan'da kullandı. Şu arkalık. Hazır etmemizde şu toydu mu hem de adette toy murasim degende biri ölemde biri toyda biz hele eğilik geçirdik biz şu. Eid bayramlarda mesela biz halkımızın adıdır bu şu anda. Ne şu vaqamı heyet qutluqlab chiqadi ilişki vaqasini. Manımı toy günü chiqirib nurg'un odamlarninki qalbida nima qoldi. Ammo bizda xalqimizda 3 ilish eni ba insonlarni tutib solab yo'qitib, anandan keyin 3 ag'adak eni yo'q. Bo'lmasa insonning kuch-qudratiga o'xshash odamlar cho'q. Shu bir vaqtda o'n odamga teng kelgan Boturning o'xshash bir yurak bor unda. Aram odamga o'xshab yurak bor. Faqat bu yerga masala va ang masalasi. Ang nim bo'lgan odamlar qancha ojiz bo'lsa-mu, vaqt kelib qolganda kuchli bo'ladi. Ham bizda shunday eng ojiz odamlarni qo'yib, azroq qisos eng bor bo'lgan, milliy eng bor bo'lgan odamlarni yoki setilib o'ziga ishlatib ro'yini bulg'ash yoki bo'lmaydi, o'tib turma yoki turmasa yo'qdir. Asosan turmada qolganlarning mayli diniy ulamolar bo'lsin, mayli ziyolilar bo'lsin yoki jamiyatda yurgan biz erkeklik var deb qo'yamiz, canlıq ishlar olsun ko'p turmada bular odamlar. Nima chiqadi desa, mushu bular bilan ish qilmagan bo'lsa-mu, kelgusida bizga jon soldi deb Xitoy bir banolar solib o'tganmi uchun. Shunaqa. Bu vaqalarni musha erishqo mayli boshqa yerda bo'lsin, asosan hayot qilib qolganlar nima uchun qisos olmadi desak, qisos oldiganlar yo'q. Shunaqa. Qisos oldiganlarni chet elga chiqarib Xitoy bir tarafdan yo'lda ish qo'yib bir tarafdan turmada solab yo'qitib, bir tarafdan o'tib tugatdi. Jamiyat qilib qolganlar shu nima deymiz hamda singanini ya akan kelmas yangan shu deydigan odamlarni qo'yib qolganini asosan yo'qitibman deb. Aqllab vijdonliq odamlar yo'q emas. Ularni yiroq o'ylamdi, jiq nima qilmaydi ekan. Ham ko'p odamda bunday ruh bo'lmaganligi uchun hozirdan beshlik qilib ko'z yetmaydi asosan. Bu yerda ketib bordi jamiyat hozir. Shunaqa bu ilishqo vazirdagi bu qirg'inchilikdan keyin abam dedi Xitoy uyma kirib biz qirg'inchilik qildi, andan keyin uchquz aeroplan ishlatdi. Andan keyin yana birsiga keyin shu voqeaga chetishdi qilib. Abam siz degandek mayli qavqaq qichish bo'lsin, mayli uni orqadagi nima qilish degan vaqt nimada shu vaqtda mi so'rab chiqqan bir muncha qarindoshlarimizni keyin sudda uchquz sud ichib yoki yeb sud ichib o'limga hukm qilib mushuncha shaklda shahid qilindi. Aslında resimler vardı, ben ülgirenmedim o ekranı çıkışka. Ama biz şu vaqtın özüde neçe kanmayla sotlab ölüm hükümlü qilgan qarindoshlarımızdan qizil kiyim giydirib qilgan resimlerini şu vaqtda Facebook'da ko'rgan chiqandi.
Demek Xitay yalğız şu vaqtdaki qırğınçılıklarla toxtab qalmay, ABM kadar öymöy kirip meyle bizning aeroplanlar işletishi bolsa, ABM siz degandek meyle çöl jaryanı uya bu yerlik qaçqan qarindaşlarımız aqını iz qoğlap berip degandek yoqtushi bolsa, anandan keyin iliqi şekilde bäzilerine pul berip, bäzilerine iliqi qaýıl bolmasa, qaýıl bolmagana başga bir şekilde banany atyp degandekçi. Ya onu kanat astyga algan yoki uşagan degandek banalar bilen bu qarindaşlarımız oçuq sot içip, aşnamadan ketişlik vaka aşı vaqtdaki ähval bilen degen şekilde nurgun qarindaşlarymyzy qırğın kılıp etdi. Hem de bularning tam sany inşallah betenimizde kolumuzga algandan keyin bu näsle çokum aşkarlandy. Çokum tertipli tarih Gezip qılğanlar boluş mümkin, aýnançy. Gezip çıkıldı. Hem de ahirden şu sizin kitabınız toxtalsak, hem de bu sizin şu başka qarindaşlarımızın üzünüzden ağzından azırak anladım. Boşuma şu anlıqçılarımızla bir ortaklaşsak, bu gezip atkan kitabınızda abiyam bir azırak dediniz. Asasımış yeken vakıası hakkında yoritip berdiğen noktalarınız qanday boludu? Bu kitabınız qay şekilde kitap boludu? Roman bulamdı ve yaki şekilde qanday tipdeki şekilde çıkıdı? Kaçan neşirden çıkıdı bu doğruluk uçur verseniz? Näit ýakynda dep oýlaýman. Bu kitapның ismini ibay degandek Hicret ve onun arka sahnesi dep isim koydum kitapga. Kitap iki kısmına bölünüp çıktı. Birinci kısmı şu Vatandan Türkiye'ye kelgen arlyk. Çünkü ben şu özüm kaçak yoldan keldim ya. Bu kitaptaki mesele nemi tasvirlenirse asasen Xitayning bizni qanday chiqarib etganligi vatandan. Qanday zorlaganligi. Mesela bu yerde ben çok katlamdan 4-5'ni aldım. Toqsu Piçan katlamı, Hotel Xanır katlamı, Aksu Avat katlamı, yaken Erişqi katlamı. Onun başka Serikuyu katlamları var mesela. Başka uşak demeler var. Küçük timlercik kirmedim. Bu vakaliklerin desktop'ta Xitayning maqsadi aniq ki yoki bizni qilib yo'qotish, o'ziga qarshilik qilib Xitoy munda bir nomard millatga Xitoy hech qachon dushmandan janggoh ro'bro urushni xohlamaydi. Shunaqa. Unda bo'lgandan keyin bizning ishimizga qurol tutadigan odamlarni amallar chiqarib o'tish chetga yoki o'tib yo'qotish. Unda bo'lgandan keyin bizni beshikni ichib qo'ydi. Masalan, shu chet elga chiqib ketgan qarindoshlarni alsak, ko'pi yo onasini yo och singilini tutib mangsa qarab turganlar emasda. Verip ya öldürdü ya ölüdü ya komat eşeğe kavga çıkırdı ya pullaması çıkırdı adamlar var. Banda adamlarını çıkırıp ettik de çeterge. Çıkırıp etiş arkalık vatanını kapığa elik bula deydiği adamlarını kaldırıp koydu. Maksat şu vakaliklerini tasvirlep yazış arkalık halkımızga ma hicret degen näsini bekarlı kapqanmağanlığını bunun Xitayning oldin planlagan näsikeligini halkımızga esiltish. Yani bir Xitoyninki bugunlan emas, aşı bizga besib kirgandan tortib hozirgacha iliq dushmanlik qilib kelayotganligini bizga nadan xalqimiz deydi, Xitoyda iymon bo'lgan insof bor debchi. Iymon yo'q narsa insof nima ish qildi debchi. Xalq keyin tushadi insof yo'q ekanligini, shu vaqt deydi deganda aylanadi. Shu bu Xitoyning nechlik dushmanligini bizga sag'az yilning ne kadar ilmiy ekanligini halkımızın elini işkirek ekanligini esletish uchun yezib kelamiz buni. Bo'lmasa uni chiqarib bildigan vaqalar ekanchi. Biri bu yana biri hamda masalan shu hijrat vaqasini hijrat dedik, hijratdimi chiqadan bayram bo'lib ketdi. Shu Vietnam, Tayland, Malayziya, Kambodja degan yerlardan Xitoydan chiqib qaytib ketganlarmi 200 dan oshadi odamlarchi. Ammo o'lib ketganlarmi jiq. Yo'lda etib o'ltirayotgan kaçaklar yok etken maşinörlük adamlar çıkçı. Bularni yazış arkalı hem kelgüsü de bir halkımız tarixini ne qas ekan. Çünkü ben şu yolda kelgenlik ayna yazdım da buna. Bular şu Tayland'daki vakalikni jiq adam hozir bir necha 4-5 adamdan aytib boldim. Yana bir ish kişilerden almoqchi men. Çünkü aynan chiqsin, chiqib qolmasin debchi. Bu adam nurgun suiqasdlarning borligi bazı depremler ağzını anladım ben hakikaten içini tutucu. Vatanda qilgan düşmanlık yetmegandek chet elga chiqqan Uyg'urlar qilgan düşmanlık intihon ig'ilgan. Bu vaqalarni adam anglasa
Hakikaten bu adamlardan seskin de insanlardan çok. Şu vakaletlerini hem de aynen bunda bir nima emas. Keyin bir tanınmadık cihatte yezip çıkış. Yani buna bir anda halkımız keyin bir tarihi film işlep qilib qolsa-mu, tasvirlab çok. Vallahi Xitoy o'zini xalqini bunda Yapon qarshi tarbiyaladi ya. Yaponlar hammasini yo'lsiz ko'ksitib, yovuz ko'ksitib, o'zini ziyon qo'shgan ko'ksitib, Yaponga o'ch qilyapti. Odat yezdagi dehqon Xitoy Yaponga o'ch hozircha. Bizda ma'na amaliy vaqa. Bizga unda yolg'onni to'qish ketmaydi-ku. Xitoy Turkiston qadam bosqandan tortib kapga nimqanin aynan yezib kelsak bu har qanday bizdan o'zini Uyg'ur degan bir odam Xitoyga o'ch oldi-ku. Chunki bu izli bizni qilib keldi. Shu bu vaqa bu asat vaqalikmi shu vaqalarning davom bo'lganligi uchun musha üzülüp qolmasa ekan deb shuni yezib kelyapman endi. Maqsad shu. Qachon nashrdan chiqmoqchi kitobingiz? Yil oxirigacha birinchi qismi chiqdi inshaalloh. Yoki yangi yilda chiqadi Alloh xolsa. Inshaalloh. Ikkinchi qismini ondan keyin boshlayman Alloh xolsa. Hozir ikkinchi qisminiki biraz murakkab chizildi ekan, chunki chatdan chiqqandan keyin chiqishlarni ko'rdik ya. Reallik odamni, realliklarni adam sözleştirme xejli olgan işler bulamadı hozir. Bular çoxum yezilish kerak. Balki meyaz başlab yezib kelyapti balki. Ama ikinci qism kitap shu mishadiki hozir men 2014 chiqdim chatga. 2014dan tortib ta hozir bo'lgan Allohdiki. Uyg'urning beshida o'ynalgan tragediyalarni yezib chiqmoqchida. Hozir birinchi qism kitap shu. Vatandan Xitoyning bizni nima uchun chiqilayotganligi, biz nima uchun chiqib qolganligimiz, nima uchun aqirg'inchilikni bo'lganligi, yo'lda qanday kunlar aziyatlarni chekkanligimiz, nanalarda kallimizning yuyilganligi, chunki biz shohid bo'lgan o'shlarga. Shularni yezib bir xalqimizga sunmoqchi. Chunki endi bir yana xalqimiz qayta aldanmasa ekan degan umidda. Shunday. Chunki Kur'an'da bu ayet var. Öz kuluna özen halakat taşımalar depço. Biz Uygurlar asasen iki kıtım özümüzü çoğun halakat taşımalar kalık. Birisi Hindistan vuruşu da özümün düşman bağlan Xitayga yanması Hindistan vuruşluk da. Hindistan yeni ölçenmeydikken bizden. Yani Xitay düşman bağışını konuldu. Ama hazır mı bana? Bizge paydasız desem bunu. Eser çıkıp ketdi var. Bizge paydasız yerlerde ölüp ketken Uygur'un sanı yok. Az bakın 30 bin adam yok buna. O işlerden kim bir şu bizde. Tekrar ula ağzı kahın azlık molla kahraman halkın daireleri azı çok. Bu inşallah kelgisi de bu hemen oturup çıktı. Az da çıkıp oldu ha. Ama bazı bir yerlerde üstünlük ular bu Allah için gerçek adam yakılamadı. İnşallah bu halkın bir gün özünü tiklep dost bilen düşmanla inik deydigan vaqt keldi Alloh xolsa. Shu vaqtga siz uxlamay ekranda so'zlaysiz, men vaqt chiqqanda yozaman. Gan ochilgan so'zlayman ekranlarda. Degan orqali xalqni unutilmaymiz bu vaqa. Menda vaqa bo'lgan debchi. Shunday. Masalan, nurg'un tahdidlar uchirdi masalan, shu Istanbulda yaqingachilik jiq tahdidlarni o'tirib shu vaqani so'zlaganligi uchun tahdid uchirdi. Hatto nimalar torlarda tillab yolg'on tahbirlarni atib bir asli vatandaşlık mening yo'q hozir insoniy qonunda bada. Bu hech qanday emas, faqatla haqni yozganligimiz, haqni so'zlagan uchunla kelgan dushmanlik mavjud bizga. Lekin unumliqlar insoniylikqa ibodat o'tgandek Alloh insonga bir o'tni sab qo'ysa, bu inson jim turay desam to'g'izmaydigan o'tchi. Bo'lgan desam bo'lmaydi. Shunga bir qonundan kirgan huy canından çıkardı deb bu ot ta ki ölgüç öşmedi inşallah. Qo'limizdan neçelek gelse siz ibodat etganda ekranda so'zlab ekran ochib haqiqat shu qilasiz. Biz yezib tashlab qilamiz. Qanday bo'lsin bu xalq tarbiyalansa ekan, tarbiyalangan tashkillansa ekan, tashkillanib dushmanga qarshi bir harakatga o'tsa ekan deb. Asli amaliyotda zolimning zulmini oshirayotgan narsa mazlumni sukut qilishi-ku. Eğer her bir zalimnin zulmü karşı mazlum karşılık gösterse zulüm bundan küçüyenmedi.
Mesela biz chet ellarda bergen nurg'un qurbonlarning 20'ni vatanda yoki vatanning sirtida Xitoyga qarshi bergan bo'lsak, mumkin emas tamam kampuni quramaydi-ku. Buni endi chiqdim qilsak, temani chetga ketib qolamiz. Necha vaqt var yana bizga berilgan vaqtdan? Tamam, 10 minut vaqtimiz var inşallah. 10 minut vaqt o'qib qolsam endi mening asosan deydiganim bu kitob ibasi kitobni to'g'risida kitobning nimasi temasi shu maqsadi Xitoyning bizni qanday chiqarayotganligi. Shunaqa. Yani nima maqsad bilan chiqarayotganligi. Chiqqandan keyin nima o'yinlarga sog'anligi, undan qanday foydalanganligi. Masalan, tiroj degan qalpoqni bizga qanday kaydiganligi. Biz ularda qanday rollarni o'ynaganligimiz. Shu voqealar yozilib xalqimizga xotir qilib qoldirildi. Uni hozir balki jiq odamlarga yoqmasligi mumkin, chunki o rolni o'ynag'ishlar hozir jiq hayot hozir bor-da. Ammo kelgusida xalqimiz yana shunday bir qapqonlar bo'lib qolganda, manda bo'lib ekandik, sal o'shimizni topaylik deb qolsa, o bizningki g'albimiz olgan bo'ladi-ku. Shunaqa. Shunaqa qilishim. Alloh razı olsun. Qanday olmasın, o'zingizning shu beshingiz o'tgan o'zingiz bir hayotingizni yoki o'zingizni birlashtirib turib, shu vaqt o'zingiz shohid bo'lgan narsalarni yozib qoldirishingiz, siz degandek keyingilarga bo'lsinmi, bir saboq ko'zida ko'rishga, anglashga, shu vaqtdagi vaziyatni to'g'ri tushunishga bir foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Shuning bilan birga endi men oxirida bir xulosalash so'zi bilan birga shu programmamizni oxirlashtirsak, sizga mukashflab ketdi. Vaqtingizni oldik. Nayte yaxshi bir şekilde shu yakka qirg'izchiligini o'zimizning chamimizning yetishicha xalqimizga aks ettirib berishga, shu vaqtdagi vaziyatni bir ko'z oldimizga kelishga bir vasila bo'ldik deb o'ylayman. Hamda bir millatning har xil adami bo'ladi ekan, uning yaxshisi bo'ladi ekan, yomoni bo'ladi ekan, uning nochir bo'ladi ekan, uning ilg'ir bo'ladi ekan, pasif bo'ladi ekan. Ammo şunu o'yladik ki hammamiz, mesela bazılar dedi ki o 70'nin ayağı biz dava kıldık, ne geldik dedi. Bu 70'nin ayağı dava kıldık, biz müşey geldik. Bir şey kemi de. 5 yıl 70. Bizim katlarında tonugalığı 70'in davam müşey. Şunu faydası var. Elbette. Demek 70'nin ayağı biz çağımızdan yetkince şu coğrafiyelik, siyasi vaziyetki asasen şu vaqtda qo'limizdan kelgan. Hozir mana qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Siz bilan biz qo'limizdan kelgan imkoniyatni qilyapmiz-ku. 70'ning oldidagi bizning ajdodlarimiz qo'ldan kelganini qilgan. Qo'ldan kelgan Sabit Tamolla 30-yil davlat qurgan. Qo'ldan kelgan Ahmadjon Qosimi 44-yil davlat qurgan. Shundami ya? Shunday. Uningdan keyin qo'ldan kelganlar Erkin Alibdikinlar tashkilot qurdi ayna. Shundami ya? Rabia Qodirov tashkilot qurdi. Shundami ya? Onun keyingi mana biz bazı devletlerimizde teşkilat kuruvatımız ya ki siyasi faaliyetlerden şoğlandım. Aynı siz mi çıkıp siyasi faaliyetler aktivistlik bilen kolunuzda kelgence. Aynı kolunuzda kelgen kitap yazış kelgence kolunuzda kelgen şu kitabı yazıvatsınız. Demek hepimiz öz devrimizde kolumuzdan kelgenini kılırız. Demek kolumuzdan kelgenini kılaldık mı kılamadık mı? Abim degenimizde biz ilik artıkçılığımızı cari kılaldırıp mı kılım? Mane isavadını kısak nait yaxşı olur. O 70'in aldı, al neymiş kıptiken, 80'in aldı, mal neymiş kıptiken de başkalarının soraş. Anadaki ecdatlarımızın çıkıp belki ulundan kene ülep ketkeninin hisabatını kılımı değişine üzere ülep ketkenle dünya bir hisabatını verdi. Cenab-ı Allah'ın aldı da. Şunda da küzümüz, sizden bizden o küzümüz cümlegan değil. Cenab-ı Allah'ın aldığı bir hisabatımız verimiz şu. Bu hayatı dünyadaki amellerimizin hisabatını Cenab-ı Allah'a verimiz. Ketkenle mi? Cenab-ı Allah'ın aldı da devlet kurgan olsun, mele devlet satkan olsun, neymiş kıkan olsa aşağı verip Allah cevabını verirdi şu. Şunun için demek ki o kadar kızıyla kardeşim siz bilen bir ortaklaşılığımız ama körürmenler kardeşlerimizga demek biz üzümüz muşkün geçe nimiş kılaldık, nimiş kılmakçı. Belki sizden bizden ömrümüz vatanını müstakil kılışka yetmesliği mümkün. De mujda değerliğimizin buluş gerek. Çokum ben yaşadım muj devrimde ben Cenab-ı Allah bizge bu fırsatını verse nait yaxşı. Biz onu nait şunu tileyimiz sizden biz vatanımızda şu kök bayrağımızı esip vatanımızda şu müstakilliğimizde üzümüz nimimizden, hayacımızdan, bedenimizden şunun temini Cenab-ı Allah'tan tetişine, Cenab-ı Allah'tan ümit kılıvatımız. Ama bu fırsat kemmeyip kalsa persentlerimizge şu vatanını şunda izbasar kılıp bizden yolumuzda mağalaydıgan, şu vatanımızda müstakil kılığı ile bizge okşa süyeleydigan, ecdatlarımızga okşa devlet kurup halkımızın paralık eriştirelediğin bir ideologiyeni turguzamız. Manın için izlensek
nayt yaxşı oldu. Bunun için her kim teşkilat nima ish qildi, u bo'ldi bu emas. Biz nima ish qildik, biz nima ish qilyapmiz degan nuqtada chiqib, mana shunga o'xshash qarindoshlarimiz mana nurg'un shehidlarning rasmini ko'rdik, nurg'un shehidliklarni verdi. Bular o'z davrida shu sharoitning o'zida shundami ya? Shu shehidlik bo'lishligiga nisb qilgan, shuni beraldi shu siqijinni. Ma qarindoshimiz hayotiga qaramay shu uchurini taqib tutgan ayna hozir 8 yilning bu bolaning izlarini bilmaymiz. Hayotmi, o'lakmi, shehid bo'lib ketmi, biz bilmaymiz. Lekin bu qarindoshimiz o'zining kichikligiga boqmay, shu vaqtdagi hayot tehdid qaramay, Xitoy meni tutib olsa, cho'qim bijim qiladi ayni. Sen nimaning uchurini pash qilding degan nimalar tutuvliq abalida. Demak, bunda jenidan, bunda hayotini taqdim qilgan qarindoshlarimiz nurg'un, abam siz deb o'tgan nurg'un vakolliklarda aynan necha yuz ming qarindoshimiz bor. Hozir mana vatanimizga 40-yillik dastada necha million insonimiz hayotini taqdim qilgan. Bu hayotni taqdim qilganning biz sirti turib, biz buni biryapmiz. Buni ata-onamiz, urug'-tuqqanlarimiz bilan yuz ko'rishamay yoki boramay, mushta ahvolda sarsalliq hayotini biz beshimizda kechiryapmiz. Demak, biz hammamiz o'zimiz qila oladigan nuqtada, o'zimiz qila oladigan ishda qilib mang'alsak, bu natijasini ko'ra olamiz. Yoki bo'lmasa, o'zimizning hisobotini o'zimiz bera olamiz Janob Allohning oldida. Dunyo va oxiratda bera olamiz. Bu dunyodan bera olamiz, qilishimizni bu dunyodan bera olamiz. Shuning uchun bir insonlar hozir ko'rgan odam 20-30'га beryapti mesela bizninkine. Amma ikkimiz bir odamni tillagan bo'lsak, yoki bizning ayvini ochgan bo'lsak bir qarindishimizdan, uni ko'rdiq odam jiqoladi. Amma biz millatni uyg'otish uchun ikkimiz bu yerda qilayotgan bo'lsak, ikkimizni ba'zilar nima deydi do'st, mali quruq gap qilib Alloh mali. Bika gap qilyapti. Biz xalqning degan gapidan qo'rqib ketmaymiz. Demak, cho'qin bizga berayotgan bahan datimiz bu. Ba'zi ijobiy berdi, Alloh razı olsun bu ikki qarindishimiz bu yerda o'zining vujudi bilan, o'zining butun nimasi bilan, vaqti bilan bizga bir narsani yo'ritib turishni tirishib dedi. Ba'zilar har xil shaklda. Demak, insonlar nima deb ba'sin biz to'g'ri yo'lda maqsad inshaalloh. Aynan sizning shu shaklda to'g'ri shaklda menayotganingiz, bu kitobni vujudga chiqarmada birinchi qism, ikkinchi qism hatto undan boshqa asarlarni yozishga tamshiligingiz bu sizning qila oladigan va qilmoqchi bo'lgan insonlarga foydali shaklda bir qilayotgan ishlaringiz deb qaraymiz. Onun için bundan Allah razı olsun deyman. Kardeşim ben bir şekilde gapni uzatmay. Bu münasebette sizden ana ahırda görülmelerimiz deydiğen gapimiz olsa bunu yığınçaklap nimemizden ahırlaştırsak. Benim görülmelerge deydiğen sözüm bir millet bo'lib asoratdagi millet bir necha 10 odamning yoki bir necha 100 odamning yoki bir necha 1000 odamning harakat qilishidan qutulmadi bu. Hiç bo'lmasa bu milletdeki 3'ten 1 yoki 20 odamninki eğinde buluş kerak bu. Qutuluş eği. Andan keyin ürüklügüp alıp degende qag'allar agishib mangdi. Agar biz hurlikka erishamasak, hozir bizni vatan davosidan, vatan uchun kurash qilishdan to'sayotgan jinimiz, o'lib ketgan jon. Tepishdan qolgan pulimiz, melimiz, urug' tuqqanlarimiz hatta köz aldığımızda vayron bo'lishi mumkin. Vatansiz bir turaversak, Xitoyga mushpadda kuchib mangayversa, vatanda emas, chet eldan akirdi Xitoy. Akagani ko'rdiq, akatdi mishalda. Necha akatdi, hatta akatgani e'lon qildi. Shunga xalqimiz shuni bilish kerakki, bizga rohat farog'at, tinch omonlik, xotirjamlik qachon Sharq Turkiston ozod bo'lganda shu vatanda bo'ladi. Başka yerde bizge xorliq. Mesela biz Türkiye'ni yaxshi ko'ramiz. Türkiye bizning ikkinchi vatanimizdaydi. Unda biz odamlar gayli ayb deb qaraydi ekan. Men uni qabul qilmoqchi ikkinchi vatan. Agar biz bo'lapmaydi, qachaqadanning pasporti bor bu yerda. Men qochoq kelgan bu yerga. Agar menda qochoq bir odam musulmonlarning markazi bo'lgan Saudiyada turib qolsa, 2 kun 9 oy sol o'tib birinchi qaytmaydi. Türkiye mayli bu yerda ish qilib bazı turmuşlarda qiynasak mı? Yana sen qachoq kelibsan demay bizga quchoqlashib turyapti. Shunaqa. Turmushqa desa bizningmi turk ekanligimizni e'tirof qilganligi uchun. Shunaqa. Shunga irqi nerede bo'lsak, shu vatanga tuhfa qo'shgan asosda o'zimizning uyg'urligimizni unutib qolmasligimiz ham shu vatanda qolgan qarindoshlarimizni yodib turishimiz en yuqorisi
vatanni qutuluş için çoxum birlik kurash qilishimiz kerak. Bunda chechilanglik bilan bir ish qadamdan chiqib qolganning yetib olishi bilan bu davo biri oldiga mangmaydi, vatan azod bo'lmaydi. Azod bo'lmagan keyin asosan bir millat yo'qolib ketadi. Haqiqiy ishonmaydi yo'qolib ketdi desa, yaqingi zamonda Andalusni ko'rdik, yo'qolib ketdi. Uzun bo'lmadi yo'qolib ketgangacha. Yaqingi zamonda Qrim tatarlarini ko'rdik, yo'qolib ketdi. Yo'qolib 180 oylik qolib ketgan Turkiyaga kelib oldi-ku. Hozir bu yerda tatar desa, jiqadan bilib ketmaydi. Chunki oz odamda u qolsa. Bizim mıyda maqsad bo'pti, butun Uyg'ur degan nom yo'qolmasligi mumkin. Ammo örf adetimiz, turmuşimiz asasen yo'qoldi. Ilm yo'qoladi. Şuna xalqimiz bir kun bo'lsa-mu, bir soat bo'lsa-mu balduroq uyg'onsikan. Yani biri din bilan fanni dushmanlashtirmasi ekan-ku. Din bilan vatan bilan dushmanlashtirmasi ekan. Va Turkiya qarapaqar biz Turkiyada har jumaga chiqamiz. İmam aldı bilen İslam'a, Müslümanlara dua qilgandan keyin bayroqqa, davlatga, millatga, vatanga dua qildilar-ku. Biz o'xshash Turkki biz. O'xshash musulmonki. Nima ish qilib onu manga yo'lma. Bu imomlar hatto qilib jangga chiqib, qo'rqmay jangga chiqdi bu odamlar-ku. Hatto ayollarni ko'rdik-ku 15 Temmuzdan-ku. Shunaqa. Shunga xalqimizda bizmi biri Uyg'ur degan shu Turkning bir qirqisi biz-ku. Ma Türk'te boğar ruhun azrak bizde buluş gerek. Olmasa biz halk ötüyoruz. Mesela Türkiye'nin biz yakın dostumuzda kımsıqayımız ötkende heyetinin 2. 3. günüsü başka bizden yakellikte heyetlaşkan top. Heyetlaşkan meydanda yakellik kırımdaştığının ikisi sözüldü. Şu gün ettigen miştin çıkıp bizden adamdan bir xil bunu sokulmaydı. Miştin çıkıp da şu yer panaş toğan gepte. Tepedeki koşlardan 2-3 düşüp de biz şurada satılıp gitti dedim. Uyghur degen adam emas, Uyghur degen aqchi, ko'kchi, aqasini vatandoshlar aqib beksettilab ketdi dedi-ku. Demak, bizni eng so'ydigan Turkiyadan biz xolimiz. Nimishqa desa, bizni ko'p turkchasimi az turklarning bizni aqarib chiqib nimishqa bizga beyagilik. Biz bir ularning ichi neni tortib olgan bo'lamiz ekan biz-ku. Yavaqandan tortib. Yani biri besin paydo qilib qo'yamiz ekan. Amaliyot unda qilmaydi Uyg'urlar boshqa millatlarga qaraganda. Bizde mesela ne oğru yalgancılık ya bulançılık ya başka milletlik mesela Afgan, Özbek deyimiz, Pakistan deyimiz ularda nurgun işler var. Mesela tutsa paylaşkanlarını tutsa nurgadan bir tutuldu şu bular. Ama biz yaxşı Allah'a şükür bizden bir nimimiz bizde onda işler meyli İstanbul olsun meyli dünya başka yere olsun biz cinayetimizi anlapak olacak kadar çok. Şu yer sağlam biz. Ama aynı durup ma devlette biz yeklinip atımız çok. Devlet yaklamaydı elbette bilimiz. Tegideki tabii vatandan çıkanlıkını bilgen Türk'e yaklamaydı. Ama yanından çıkanlar ya ki Türkiye başka millette aşka yaklap bizden sevdiğin yabancı kelgünde kelgen ket derken neçin anladıkça biz. Şuna halkımızın ahirde ibadetiga ahir gap vatan azat qilmag'icha biz arada olmaymiz. Hatta bizden ballarımız mı kelgünde kutlanmaydı. Şuna her bir Uygur'da vatan azatlısı roy buluş gerek. Vatan azatlığı için xuddi başka narsalar. Mesela ibadetlerge pullarımız, zakat birimiz, zakat Allah bo'lgan faraz şu anda. Medreslerge pul biridi, yetim ise başka adam yardım kılıdı. Eğer de biz aslında yardım kılındak, vatanını qo'llashtirma, şunun onda bu farz ameldek bilip şu, pul valı pul, akıl valı akıl, küçük valı küçük kalsa, ma vatan çok yakın zamanda biz kolumuz keldi vatan şu. Eğer ondan olma yani muşunda maqsad çetelduğa asli ig'iz chiqamagan deydi o qochqon go'y bu. Akshi olsa urushmamdi debchi. Ma Turkiya necha deb anladik haqimcha biz. Sen o'g'il olsan vatan urushmaysan, vatan chiqib bu yerda bizga chonchilik qilib necha debchi haqqa. Boshqa adam bu gap deyildi. Faqat tilni o'qimagan jiqada gap qilmaydi. Shuni xalqimiz shuni unutmaslik kerakki, cho'qim vatanni qutilish eni bo'lish kerak ota-onalarda. Bolalarni shu ongdan tarbiyalash kerak. Bunu başka haqqan cennette yaşayan yaşasımı yani peşanasının chet ellik qochqun degan narsa ketmaydi. Axir sözüm şu. Rahmat, Allah razı olsun. Kardeşim. Bir şekilde şu üzümüzden bir şekilde şu yayken ilişki bazarı qirg'inchiligini bir xalqimizga bir anlatışqa tirishgan bo'ldik. Sizning bu qimmatli vaqtingizni chiqarib keng doira so'zlab berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ahirda sizni Cenab-ı Allah'a tavşirib
söhbətimizni müşahede ahırlaştırmız. Allah'a emanet olun. Bol sizin köp rahmet. Sizin uykunuzu koyup işine girip bu ekrana çıkıp bu İBA aytgandek vatan millet işi bulmasa bu kecha aramalısınız mı? Rahmet sizge. Hem sizge hem ikra aldı bizni görüp hem qo'rqalarım Allah rahmet olsun. Bolsa şunu halkım bir yaxshi foydalansın ekan degan umiddaman. Rahmat sizga. Rahmet. Allah'a emanet. Hürmetli görünmeler. Bugünkü programımız müşahede ahırlaştı. Şu başına ahire biz için dikkat vergen kırındaşlarımızga Allah'ı rahmetini eğitime. Kırındaşlarımız bu muhaciret hükümet programımızdan 8. sani. Biz kolumuzdan kilişçe tırışçalık gösterip bu programını süpetlik ama yaxşı şekilde tabii çıkış için her şekilde yüzümüzden kolumuzdan kiliş tırışıvatımız. Bu şu kanalımızı yaxşı koygan bolsanglar, programımızı yaxtırgan bolsanglar, kanalımızga a'zo bo'lishinglarni, tartib qo'yishinglarni so'rayman. Hammanglar Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi. Assalomu alaykum.